Alloh taologa beadad hamd sanolarimiz, shukronalarimiz bo'lsin. Katta intizorlik bilan kutgan Ramazon oyiga ham tinchlikda, omonlikda, tansihatlikda yetib keldik. Albatta bu yilgi Ramazon sharif o'zgacha bir xursandchilik bilan qarshi olindi desam mubolag'a bo'lmaydi. Sababi ayni Ramazon oyi kirib kelishlik arafasida davlatimiz rahbari, hurmatli prezidentimiz tomonidan 1 trilliondan ortiqroq mablag' ajratilib, ko'makka muhtoj bo'lgan aholini, hamyurtlarimizni qalbiga xursandchilik olib kelishlik uchun, ularning hojatini chiqarishlik uchun aynan Ramazon oyida oldimizga katta bir maqsad qo'yildi. Men fursatdan foydalanib, O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi, muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari nomidan, barcha ulamolar kengashi a'zolari nomidan va barcha Andijon imom xatiblari nomidan va shaxsan o'zim nomimdan yetkazilgan xatmi Qur'on bilan muborakbod etib qolaman. Parvardigorim Ramazon-i sharifda qilgan barcha ibodatlarimizni, qilgan solih amallarimizni o'zi dargohida qabul qilsin. Duolarimizni o'zi ijobat qilsin. Tavbalarimizni qabul qilib, gunohlarimizni Allohim o'zi mag'firat aylasin. Albatta bunga biz aminmiz va umid qilib qolamizki, minglab yetkazilgan xatmi Qur'onlarning barakotidan Parvardigorimiz yurtimizga nozil qilayotgan rahmatini, barakotini bundan-da ziyoda qiladi. Va albatta buyuk Parvardigorimizdan iltijo qilib, duolar ijobat bo'ladigan vaqtda turar ekanmiz, yurtimizdagi tinchlikni, barqarorlikni, xotirjamlikni bardavom qilishligini Robbimizdan so'raymiz. Sabbih isma robbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Ey Allohim, ey Parvardigorim, o'zing fazling karaming keng zotsan. Sendan iltijo qilib so'raymiz. Jannat monand yurtimizni tinch qilgin. Yana hamda obod qilgin. Osmonimizni bundan-da musaffo aylagin. Notinchlik va noxushliklardan o'zing panohingda asragin. Ey Parvardigorim, bizlarni ota-onalarimizni o'tganlari bor. Ular otalik, onalik vazifalarini bajaraman deb ba'zi bir vaqtlarda seni ibodatingni kechiktirdilar. Ular senga osiylik qilganlari yo'q. Zaiflik qildilar, ojizlik qildilar. O'tgan ota-onalarimizni rahim qilgin, mag'firat qilgin, zinhor azobingga solib qo'ymagin. Parvardigorim jannatingga dohil qilgin.